Assalomu alaykum. Va alaykum. Shuhrat aka, yaxshimisiz? Sozda yaxshimi? Qaysi shamollar uchirdi? Qani, o'tirib olingchi. Endi qaysi shamol uchirardi? Mazmutuk degan o'qituvchingiz bor ekanmi? Ha, bor. Biron gap bo'ldimi? Chaqiring o'qituvchingizni. Mazbutovni chaqirib boring menga. Chaqirtirgan ekansiz? Ha, chaqirtirdim. Shuhrat akani farzandini kecha xafa qilgan ekansiz, hammani oldida izza qilibsiz, telefonini olib qo'yibsiz. Bugun Shuhrat akani o'zlari qimmatli vaqtlarini ajratib kelib o'tiribdi. Men hammani yonida izza qilmadim. Kecha men tarbiya albatta oiladan boshlanadi. Azbek, dars payti uyali telefon ishlatish mumkin emasligini bilmaysanmi? Bunaqa nasihatlaringizni uyga borganda bolalar ija qilasiz. Xo'pmi? Shunaqami holi? Bering bunaqa telefonimni. Telefoningni ertaga ota-onangni chaqirib kelgandan keyin olasan. Otam kimligini bilasizmi? Bor gap shu. Agar mendan xato o'tgan bo'lsa, uzr so'rayman. O'zi sizni bu lavozimga kim qo'ygan? Sizdan so'rayapti Shuhrat aka, gapiring. Men bu savolni o'qituvchingizga emas, sizga berdim. Aha. Menga? Direktorni o'zi eshikdan kirib kelgan har bir ota-ona, har bir inson bilan qo'shilishib o'qituvchini yomonlab o'tiraversa, bizning o'qituvchilarimiz qachon qadr topadi? O'qituvchi jamiyatda qadr topish uchun avvalo jamoada qadr topish kerak. Ustoz, darsingizni bo'lib sizni chaqirganim uchun ham va o'g'limni qilgan qilmishi uchun ham sizdan ming bor uzr so'rayman. Sen bilan hali uyda alohida gaplashamiz. Uzr so'rayman.